Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, Ibrohim alayhissalom Alloh taologa chaqirishda matonatli edi. Qavmi va yaqinlarini tinimsiz Alloh taologa qaytishga chaqirdi. Otasini iymonga chaqirdi. U bosh tortdi. So'ng qavmini ham da'vat qildi. Ular da'vatni inkor qilib, risolatlik ustida kuldilar. Ammo Ibrohim alayhissalom rahim shafqatli, muloyim, yaxshilik qiluvchi va taqvodor edi. Qavmini zalolatdan adashib yurishlarini xohlamadi, balki aziyat cheksa-da, hayotini xatarga qo'ysa-da, ulardan ushbu botil aqldan ketkazish, ularni to'g'ri yo'lga qaytarmoqchi bo'ldi. Ibrohim alayhissalom zakovatli, fikr teran inson edi. U zot tilda aytilgan hujjat yoki dalil, his va ko'rish bilan taqqoslanmasa, garchi ochiq oydin tushuntirib berilsa ham quruq yerga ta'sir qilmasligini bilardi. Shuning uchun qavmini ko'zlari ila ko'rish, qalblari ila his qilishini taqqoslashni istadi. Shoyat ular yomonlikdan qaytib, eshitmaydigan, ko'rmaydigan, sohibini hech narsadan behojat qilmaydigan toshlarga ibodat qilayotganini his qilsinlar. Ibrohim alayhissalom qavmi nishonlaydigan katta bayram bo'lib, unda aholi shahar tashqarisiga chiqar, tasalli va dam olish ila bir necha kunni o'tkazar edilar. Ular Ibrohim alayhissalomni ham o'zlariga hamroh qilishni so'rashdi. Ammo ular bilan birga bormasligini aytdi va ilohlarini yakson qilmoqchi bo'ldi. Garchi biror dardi bo'lmasa-da, o'zini kasallikka solib oldi. Ammo u zot alayhissalom ularning ibodatlaridan kasal edi. Ibrohim alayhissalom ularning butlari oldida hech kim qolmagach, boltani olib ularning sindirishga qasd qildi. Hatto ularni mayda bo'laklarga bo'lib tashladi. Ular har yerda sochilib yotar. Ularga hujjat qoyim bo'lishi uchun katta butni sindirmadi. O'sha kichkina butlarni sindirdi. Boltani uning bo'yniga osib qo'ydi. Qavmi bayramdan qaytgach, odatlariga ko'ra butlariga ibodat qilish uchun ibodatxona tomon shoshildilar. Biroq ko'rgan narsalaridan dahshatga tushib, ular ilohlarning ibodatining turli yerlari sochilib, sinib yotganini ko'rdilar. Ular yerni larzaga solib darajada bir ovozdan shunday nido qildilar: bizning ilohlarimizni kim bunday qildi? Kim bo'lsa ham u zolimlardan ekan. Anbiyo surasi 59-oyat. Davomi keyingi sonda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.